Ota, ona, men sizlar uchun shashlik olib keldim. Ota, ona, shashlikdan olingizlar. Sizlar uchun olib keldim. Rahmat, bolam, rahmat. Ota, shashlikdan oling. Ona, shashlikdan oling. Ona, shirinmikan? Hozir yeb ko'raychi bolam. Sakazni qilib pishirtirdim-da. Ota, siz uchun olib keldim. Yep, turreyon neyni. Ha Murod, bormisizlar? Ha onang qani onang? Otam bilan onamga shashlik olib keldim. Ichkarida endi shashlikni yeb, televizor ko'rib, maza qilib o'tiribdi-da. Voy, qanday yaxshi-ya, baraka topa. Siz ham Sherbekka ayting, sizga ham shashlik olib kelib yedirib tursin. Ha, xo'p, voy baraka topa. O'g'lim, men bobong bilan bunga shashlik olib keldim-ku. Sen ham katta bo'lsang, menga shunaqa shashliklar olib kelgin, xo'pmi? Xo'p, dada. Endi singlim, sen ham kelganingda bunday ota-onamizga bu narsa olib kel. Mana men tunov kuni shashlik olib keldim. Maza qilib yedi. Aka, ota bilan onaga mehribon bo'lish kerak-da. Mana kecha men shashlik olib bordim. Otam bilan onam maza qilib yedi. Siz ham olib borib turing, xo'p? Aka qara. Buni hech qayerda ishlamasa. Shashlikka pulni qayerdan oldi? U kuni pensiyani plastikni oluvdi. Ko'p qoldi dilda armonim, dardim ko'p yo'qdir darmonim.